15 kilometr, 20 kilometr yo'l bosib, mana Jambulga keldik. Men Jambuldaman. Hozir Jambulliklar bilan o'yin qilamiz. 31-maktab juda ham aktiv bo'ldi kommentariyada. Bizda farqi yo'q, necha kilometr. Qoraqalpog'iston bo'lmaydimi? Boramiz. Aktivlik ko'rsatinglar. Kelinglar 31-maktab nomidan shu bola bilan bo'lsam o'yin qo'yamiz. Lekin aniq alohida kelaman. Mana $100. Yo'q, mana ushlab ko'ring. Haqiqiymi? Давайте 50 gacha. Aytgangiz kelsin. 30. 1 2 19 20 21 29 30 mana 50 ming. O'tkazingizdan tabriklayman. Joniy savob ko'rsatdik. Nimaga? Ilishga keldik. Ilishdan nechinchi maktab? 34-maktabga keldik. Gap yo'q mana, obuna bosgan Ilichlik, jigar. Buni joyini o'zgartiraman $100 joyini. Yutsangiz nasib $100 sizniki bo'ladi. Ayting. 27. Bo'ldi ket. 1 2 24, 25, 26, 27 jigar. Biz Bo'ston kollejiga keldik, lekin hozir tanaffus bo'lmaganligi sababli, vaqtimiz kamligi sababli hozir boshqa joyga borishga majburmiz. Ko'rsatib qo'ydi. Men lokatsiyalar bo'yicha yurishni boshladim. Ya'ni qaysidir maktab bo'lsanglar, kommentariyaga maktabinglar yozib ketinglar, yo qaysidir ishxonada ishlaydigan bo'lsanglar, o'sha ishxonaning nomini yozib ketinglar. Xudo xolasa lokatsiyalar bo'yicha boraman va sizlar bilan birgalikda o'yin o'tkazaman. Obuna bosishdan chiqmasin, chunki obuna bosmaganlarga $100 ham va boshqa pullar ham yo'q.